O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-martdagi 35-son farmoniga muvofiq farmatsevtika sohasida ilmiy sinov va sifat nazorati tizimini yanada takomillashtirish, laboratoriya infratuzilmasini mustahkamlash bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur farmon ijrosi doirasida O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzuridagi O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi davlat muassasasining Samarqand filiali tomonidan 30 dan ortiq turdagi zamonaviy sinov uskunalari va yordamchi vositalar Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasiga beg'araz asosda topshirildi. Ushbu uskunalar tarkibiga yuqori aniqlikdagi gaz xromatograflari, suyuqlik xromatografiyasi tizimlari, spektrofotometrlar, suv tozalash tizimlari, laboratoriya sovutish uskunalari hamda boshqa zamonaviy analitik qurilmalar kiradi. Mazkur jarayonlar bilan bevosita tanishish, o'rnatilgan uskunalarning ishga tushirilishi va ularning amaldagi holatini o'rganish maqsadida farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi direktori Alisher Temirov muassasaning Samarqand filialiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida yangi jihozlarning texnik imkoniyatlari, ularni amaliyotga joriy etish jarayoni hamda mutaxassislar malakasini oshirish masalalari atroflicha ko'rib chiqildi. Ta'kidlash joiz, laboratoriya infratuzilmasining yangilanishi, texnik bazaning joriy etilishi natijasida dori vositalarining sifatini chuqur laborator tahlil qilish, xalqaro standartlarga muvofiq sinovlarni amalga oshirish, shuningdek, ularning xavfsizlik va samaradorlik ko'rsatkichlarini yanada aniq baholash imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi.